Sefazalin dorisini o'zboshimchalik bilan qilib bir ayol boshqa bir ayolni o'ldirib qo'ygan. Sud hukmida keltirilganki, tibbiyot muassasasida ishlab, tibbiy kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lmasdan turib, o'zini o'rtog'iga bir qiz sefazalin dorisi va boshqa dorilarni ukol qilib yuborgan va natijada ma'lum vaqt o'tgandan keyin u o'rtog'ining ko'ngli aynish boshlagan, undan keyin qo'llari tirishishni boshlagan, tishlari ham bir-biriga urilib, g'ichirlab, ko'zi ochiq holatda qorachilar orqaga ketib qolgan va ma'lum vaqt o'tgandan keyin vafot etgan. Sud bu ishni ko'rib chiqqanidan keyin bu xatti-harakat Jinoyat kodeksining 102-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlik natijasida odam o'ldirish deb topilgan va bu hamshira 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi bilan jazolangan sud hukmi bilan. Shuning uchun do'stlar, ukollar, bunaqa antibiotiklar, tibbiy diagnozlar, tibbiy muolajalarni faqat malakali, sifatli tibbiy xizmatdan olishni o'rganish kerak. Bo'lmasam shunaqangi og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.